Hammaga salom. Siz bilan zamonaviy kino kanali va biz boshladik. Sobiq arm wrestling yulduzi bo'lgan Mark hozirda Amerika tungi klublarida oddiy qo'riqchi bo'lib ishlamoqda. Biroq uning zerikarli hayoti koreyalik eski do'stining kutilmagan taklifidan so'ng butunlay o'zgarib ketadi. Telefon jiringladi. Bu Chingi edi. U Amerikada yashayotgan eski do'stini Koreyaga arm wrestling bo'yicha musobaqalarga chaqiradi. Mark rozi bo'ladi. Seulga yetib kelgach, Chingi Markka hozircha pul tikiladigan arm wrestling kurashlarda qatnashishni taklif qiladi. Polvon buni yaxshi fikr ekaniga shubha qiladi. Lekin menejer do'sti buni shunchaki zararsiz biznes ekanligiga ishontiradi. Shundan keyin yigitlar Seul bo'ylab sayr qilishadi va qahramonimizning onasi haqida gaplashishadi. Ma'lum bo'lishicha, Mark hech qachon o'zining haqiqiy oilasini ko'rmagan, ammo do'sti uning onasini topganini aytib, manzilini beradi. Chingining o'zi esa mahalliy mafiyos Yu Chang-Suning oldiga boradi. Dastlab kibrli mafiyos yigitning taklifini mensimaydi, ammo Markni so'nggi bellashuvini videosini ko'rgach, hammasi o'zgaradi. Biroq mafiyos ogohlantiradi. U bilan ishlash uchun nafaqat g'alaba qozonishni, balki kerakli paytda yutqazib berishni ham bilish kerak. Ertasi kuni Mark onasining uyiga boradi. U yerda yashaydigan bolalar bilan suhbatdan keyin qahramonimiz ichkariga kirmay, ketishga qaror qiladi. Aka-singillar uyga kirib, onasiga tashqarida katta bir odam bilan gaplashganini aytishadi. Ayol esa qahramonimizni derazadan ko'radi va darhol hammasini tushungandek bo'ladi. Mark Chingi bilan uchrashadi. Chingi unga muhim homiy oldida yaxshi taassurot qoldirish kerakligini aytadi. Ammo Markka mafiyozning mensimay gapirishi mutlaqo yoqmaydi va agar oraga Chingi aralashmaganida ular mushlashib ketishlari ham mumkin edi. Shu vaqtda Markning taxminiy singlisi o'z ishxonasida edi. Ma'lum bo'lishicha, u Yu Chang-Suning savdo rastalarida o'z do'koniga ega va biroz qarzga botgan edi. Qizning ishchilaridan biri bugun arm wrestling kechasiga borishini aytadi. U kechaning asosiy favoriti sifatida do'kon qarshisida turgan Amerikadan kelgan Markni ko'rsatadi. Markning Koreyadagi birinchi kurashi boshlanadi. U shu paytgacha mag'lub bo'lmagan raqiblarini ham qiyinchiliksiz yengadi. Yu Chang-Su xursand. U yoshroq va nufuzliroq homiyni Markning karyerasiga sarmoya tikishga ko'ndiradi. Zafarli chiqishdan so'ng Mark va Chingi dabdabali mehmonxonada dam olishadi. Yigit Markdan onasi bilan ko'rishmaganini so'raydi. Biroq Mark bu mavzuni unutishni taklif qiladi. Bir necha daqiqadan so'ng Chingiga ko'rsatma keladi. Ertaga birinchi o'yinni yutish, lekin ikkinchisida yutqizish kerak. Sujinning esa oilasida o'z muammolari bor. U tuni bilan ishlagani uchun bolalarga yetarli e'tibor bera olmaydi. Bolalari esa biramallab maktabga har kuni o'zlari borib kelishadi. Shunday kunlarning birida bolalar yana uylarining yaqinida notanish polvonni uchratishadi. Biroq mas'uliyatli aka agar yana uni uylari yonida ko'rsa, politsiyaga xabar berishini aytib, quvib yuboradi. Ayyor homiy Yu Chang-Su ham vaqtni boy bermaydi va Koreyaning eng kuchli arm wrestlingchisi Komboga aloqaga chiqib, uni navbatdagi musobaqaga tomoshabin sifatida taklif qiladi. Shu vaqtda Chingi Markka ehtiyotkorlik bilan bugungi musobaqa qoidalari haqida aytadi. Kutilmaganda Mark ikkinchi o'yinda yutqazish haqidagi iltimosga hatto qarshilik ham bildirmaydi. Oqshom tushadi. Bu safar Markning raqibi avvalgilardan ancha kuchli, ammo amerikalik qahramonimiz birinchi raundda baribir ustun keladi. Ikkinchi to'qnashuv boshlanishi arafasida Markning homiysi muxlislar orasida Sujinni ko'rib qoladi. U qizdan qarzini so'rab, unga tegajolik qila boshlaydi. Mark esa kurash boshlanishidan oldin buni payqab qoladi va yutqazib berish fikridan qaytadi. Markning homiylari g'azabda. Chingi ham o'zini qo'yarga joy topa olmayapti. Olomon orasida afsonaviy kombini ko'rib qolgan Chingi tomoshabinlarning quvonchi uchun Koreyaning birinchi raqamli arm wrestlingchisi va Mark o'rtasidagi kurashni taklif qiladi. Biroq Markning o'zi olishishdan bosh tortadi va indamay ringni tark etadi. Chingi sherigining ortidan borib qaytishini o'tinib so'raydi, lekin Mark uni eshitishni ham xohlamaydi. Chingi buni o'sha sirli notanish ayol bilan bog'liq ekanini sezib, haqiqatni aniqlash uchun uning ishxonasiga boradi. Biroq ularning suhbatini tan soqchilari bilan yetib kelgan Yu Chang-Su bo'lib qo'yadi. U Markni topish niyatida, lekin ko'p qidirishga to'g'ri kelmadi. Janjal joyiga yetib kelgan politsiyaga Yu Chang-Su o'zini jabrlanuvchi qilib ko'rsatadi va arm wrestlingchi politsiya mahkamasiga tushadi. U yerda Chingi uni bor kuchi bilan himoya qiladi, ammo bu foyda bermaydi. Chorasiz vaziyatni bolalari bilan mahkamaga kirib kelgan Sujin qutqaradi. Qiz ofitserga Mark o'zining akasi ekanini ma'lum qiladi. Sujinning so'zlariga ko'ra, onasi yoshligida homilador bo'lib qolgan va bolani tarbiyalay olmagani uchun amerikalik oilaga topshirgan. Mark bularni bilar
edi, lekin bir yangilik uni shokka tushiradi. Onasi o'tgan yili saraton tufayli vafot etgan ekan. Endi Sujin politsiyani ozgina aldaydi. Uning aytishicha, Mark Koreyaga, unga bolalariga qarashga yordam berish uchun kelgan. Do'kondagi erkaklar bilan esa uning nomusini himoya qilib urishgan. Bu hikoya ish beradi va polvonni qo'yib yuborishadi. Ozod bo'lgan Markning singlisi bilan muloqoti unchalik qovushmayapti. Shuning uchun Chingi vaziyatni o'z qo'liga oladi va Sujinnikiga mehmonga borishni taklif qiladi. Ertasi kuni ertalab ular o'sha uyda uyg'onishadi. Keyin aka-singil o'rtasida noqulay suhbat bo'lib o'tadi. Mark bu suhbatdan keyin shunchaki his-tuyg'ular haqida gapirishga nonoqligi tufayli o'zini bu uyda ortiqchaman degan xulosaga keladi va maktabdan qaytgan bolalarning yalinishiga ham qaramay ketishga tushadi. Ammo uy oldida singlisining qarzini undirishga kelgan Yu Chang-suning odamlarni uchratadi va muammo hal bo'lgunicha oilasini bu bezorilardan himoya qilish uchun ularni uyda qolishga qaror qiladi. Sujinning oilasida yangi hayot boshlanadi. Endi bolalar yolg'iz emas. Jiyanlari maktabdaligida Mark mashg'ulot qiladi. Keyin esa ularga g'amxo'rlik qiladi va ko'nglini ko'taradi. Eng muhimi, polvon har kuni Sujindan qarzini so'rab kelgan mafiyaning makkor odamlaridan uyni himoyalaydi. Mafiya boshlig'i esa chindan ham pulga muhtoj va shuning uchun u o'sha buyuk chempion Kombo bilan musobaqa tashkil qiladi. Musobaqa Pusan shahrida bo'lib o'tadi va beshovlon birgalikda u yerga yo'l olishadi. U haligacha hech kim yengilmagan, lekin bizning qahramonimiz o'zgacha edi. G'alabadan keyin Mark va uning hamrohlari ajoyib kechki ovqat va $1000 pul mukofotini qo'lga kiritishadi. Butun kun davomida ular okean bo'yida haqiqiy oiladek ko'ngil yozishadi. Kech tushganda Sujin suv bo'yida yolg'iz o'tirgan Markning oldiga borib, onasi uni to umrining oxirigacha eslab bir bor ko'rishni orzu qilib o'tganini aytadi. Lekin qahramonimiz uni tashlab ketgani uchun onasidan xafa ekanligini bildiradi. Nega onam meni go'dakligimda tashlab ketdi, deydi u. Shundan so'ng Chingi o'z tanishidan iltimos qilib, Markning hayoti haqida suratga oldirgan hujjatli filmi televideniyada chiqadi. Filmda uning o'gay ota-onasi erta vafot etgani, Amerikadagi bolalar uni kamsitishgani, aynan shu sababli u kuchli bo'lishni istab, mashq qilishni boshlagani ma'lum bo'ladi. U bir paytlar Amerikada sportchi sifatida endi taniqli bo'lishni boshlagan edi, biroq nohaq ayblanib, sportdan chetlatilgan. Endi esa u o'zining ona vataniga nimalarga qodir ekanini isbotlash uchun kelgan. Biroq hozircha Mark shunchaki oilaviy hayotdan zavqlanishda davom etmoqda. Bolalarni maktabdan oladi va uy ishlariga yordam beradi. Bo'sh vaqtlarda esa u turnirga tayyorgarlik ko'radi va o'tgan musobaqalarda jarohatlangan qo'lini davolashni boshlaydi. Navbatdagi oilaviy kechki ovqatdan so'ng Mark jiyani bilan suhbatlashadi va bolakay buvisining unga bir necha bor elektron pochta orqali yozganini bilib qoladi. Hamma uxlagach, Mark o'zining elektron pochtasini ochadi. U yerda onasi so'nggi yillar davomida unga tinimsiz xat yozganini bilib oladi va yana bir kutilmagan haqiqat yuzaga chiqadi. Sujin aslida uning haqiqiy singlisi emas. Shunchaki Markning onasi qarigan chog'ida o'z uyidan boshpana bergan begona bir qiz bo'lib chiqadi. Ertasi kuni beshovi Markning onasining qabriga boradi va u chiday olmay qizga savol beradi. Sen kimsan o'zi? Nega meni aldayapsan? Sujin esa kampirga juda yaqin bo'lganini tushuntirmoqchi bo'ladi, lekin Mark uni eshitishni xohlamaydi. U shuncha yildan so'ng nihoyat haqiqiy oilamni topdim deb o'ylagan edi, ammo bularning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Umidsizlikka tushgan Mark ularni tark etadi va orada o'zini to'xtatmoqchi bo'lgan do'sti bilan ham urushib qoladi. Erkak yana yolg'iz qoladi va chempionatga tayyorgarlikni davom ettiradi. Bolalar esa uni juda sog'inishadi. Onasi esa ularga endi Mark bilan ko'rishishning iloji yo'q ekanini aytadi. Nihoyat musobaqa kuni keladi. Mark arenaga kirishi bilan ichkarida Chingini ko'radi va biroz suhbatdan so'ng do'stlar yana yarashib olishadi. Musobaqa boshlanadi. G'olib $100,000 mukofotni qo'lga kiritadi. Eng zo'r qatnashgan kishi esa jahon chempionatiga chiqadi. Bahsni Sujin va bolalari ham televizordan kuzatishadi. Bolalar Markni juda g'amgin ko'rinayotganini sezishadi va onasining gaplariga qaramay, qarindoshini qo'llab-quvvatlash uchun yolg'iz o'zlari arenaga yo'l olishadi. Saralash o'yinlaridayoq Mark yutqazib qo'yishiga oz qoladi. Biroq qoida buzilgani sababli mag'lubiyat hisobga olinmaydi. Buning ustiga uning qo'li ham dahshatli darajada og'rimoqda. Shu vaqtda Chingiga ham mafiyachi tanishi tomonidan juda qiziqarli taklif berishadi. Unga ko'ra, agar do'sti finalda yutqazib bersa, musobaqa mukofotidan 2 barobar ko'p pul olishlari mumkin. Mark
yarim finalga chiqadi va mafiyachilar va'da qilingan porani yarmini unga darhol berishadi. Mark yarim finalga o'tganidan so'ng Chingi uning oldiga keladi va do'stiga pul to'la sumkani ko'rsatib, bu pullar uning barcha muammolarini hal qilishini aytadi. Pullarni qo'lga kiritish uchun esa faqatgina hal qiluvchi bahsda Pancha ismli sportchiga yutqazib berish kerak xolos. Ammo Mark do'stini bu taklifidan achchiqlanadi. U bu safar o'zining nimalarga qodirligini isbotlashi shart. Bundan tashqari, u bolalarga ham g'alaba qozonishga va'da bergan va bu va'dani buzolmaydi. Kombo bilan bo'ladigan yarim final yaqinlashmoqda. Kurash oldidan Mark jiyanlarini ko'rib qoladi va bu unga kuch bag'ishlaydi. Qo'li pand berayotganiga va raqibi bilan kurashni 3 marta qaytadan boshlashga to'g'ri kelganiga qaramay, Mark baribir ustun keladi. Final oldidan Chinga olingan pullarni ayyor homiyga qaytarishga urinadi. Biroq u Chingining ustidan kuladi. Kutilmaganda esa Mark unga yordamga keladi va barcha to'porlarni chetga uloqtirib, do'stiga yordam qo'lini cho'zadi va nihoyat hamma kutgan final boshlanadi. Pancha darhol shiddatli hujumga o'tadi va go'yo tasodifan raqibining bosh barmog'ini jarohatlaydi. Ular kurashni qayta boshlashadi. Markning kuchi esa tez tugab bormoqda. Mag'lubiyatga har qachongidan ham yaqin qolgan o'sha hal qiluvchi soniyada Mark olomon orasida suv jinni ko'rib qoladi. Uning ko'z o'ngidan birga o'tkazgan barcha iliq lahzalari o'tadi va keyin Mark so'nggi kuchi bilan vaziyatni o'nglashga harakat qiladi va g'alaba qozonadi. Mark nihoyat chempion. Olomon hayqiradi. Yaqinlari ko'zda yosh bilan g'olibni quchoqlashadi. Qo'lida kubok bilan u marhum onasiga murojaat qiladi. U vataniga onasini qidirib juda kech kelgani uchun uzr so'raydi va nihoyat yangi oila topgani uchun Xudoga shukrlar aytadi. Va shu yerda hikoyamiz yakuniga yetadi. Filmning nomini izohlardan topasiz. Ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.